Tog' qarshimizda turgan tog'ning nomini Uhud deyiladi. Uhud. Uhud degani bitta degani, yolg'iz degani. Ahad ham shundan olingan. Taxminan uzunligi 8 kilometr atrofida bir dona tog' boshqa tog'larga qo'shilmagan. O'shaning uchun bu nomini Uhud deb atalgan. Tog'i taxminan kengligi 3,5-4 kilometr atrofida. Uzunligi 8 kilometr atrofida. Endi tog'shunoslarning aytishiga qaraganda, og'irligi mana shu tog'i agar olib 1 kilogrammda tortsa, 45 milliard tonna deydi. Taxminan. Nima uchun buni aytyapman? Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bor. Kim janoza namoziga qatnashsa, bir qiyrot ajr oladi deganlar. Ko'mishga dafinga borib qatnashsa, 2 qiyrot oladi. Bir qiyrot degani Uhud tog'icha ajr bo'ladi. Qarang, bitta janozani o'qisak, bir musulmonning janozasini Uhud tog'icha ajr olar ekanmiz. O'sha ma'noda buni men hajmini taxminan aytyapman. Endi tasavvur qiling.